orttirilgan elektrni biz davlatga 800 so'mdan sotamiz, 80%. Hozirda mana ijtimoiy tarmoqlarda shunaqangi qonun loyihasi yuribdiki, endilikda orttirilgan elektrni davlatga 250 so'mdan sotishga majbur bo'lar ekanmiz tadbirkorlar. Endi bizda savol tug'ilyapti, nimaga biz agar davlatdan sotib olsak 1000 so'mdan sotib olamiz, agar sotsak 250 so'mdan sotamiz. Qani bu yerda adolat, qani bu yerda shu to'g'rimi? Shu savolimiz. Endi bu biznesni biz investitsion yangi biznes, yangi bir daromad manbai sifatida qabul qilayotganda bu tadbirkorlarni nimasi to'siq bo'lib qolmaydimi? Bizani shashtimizni o'ldirib qo'ymaydimi? O'rganishni boshlaganmiz. Ochig'i milliardlab pul sarflab mana shu quyosh panellarini o'rnatgan tadbirkorlar bor. Aytilgan muammolardan o'z vaqtida o'sha pullarni bermaslik, boshqa byurokratik to'siqlar ham bor va biz bundan xabardormiz. Birinchidan biz albatta bu muammoni ko'lamini aniqlab olishimiz kerak. Chunki aytilgandek, bu faqat sizda yoki faqat qaysidir viloyatmi, butun respublika bo'ylab mana shu 800 so'mdan sotar ekanman endi deb ishonch bilan shu biznesga pul tikkanlar kam emas bizni nazarimizda va biz buni ko'lamini aniqlab olishimiz kerak. Shu vazirlik bilan ishlaymiz va tadbirkorlar bilan ishlab qanday ta'sir qiladi agar 250 so'mdan belgilanadigan bo'lsa, buni ta'sir qanaqa bo'ladi bizneslarga, buni albatta aniqlashimiz kerak. Ikkinchi navbatda mana qo'mita sifatida biz aytishimiz mumkinki, nima uchun aynan 250 so'mligi? Buni kalkulyatsiyasini ham albatta biz ko'rishimiz kerak. Bundan tashqari 250 so'mdan mana tadbirkorlardan oladigan bo'lsa, boshqa ishlab chiqaruvchilardan necha puldan oladi? Ularning orasidagi farq mutanosibmi yoki yo'qmi degan chuqur masalalar bor. Albatta biz ularni o'rganamiz.